Qilib IT kompaniyaga ishga kirishni o'rgatamiz. Bugungi qahramonimiz Javlonbek aka Qoraqalpog'istonda tug'ilib, hozirda yurtimizda eng katta IT kompaniyalaridan biri Uzinfocomda dasturchi bo'lib ishlab kelyaptilar. Bu yerda ishchilarga hamma sharoitlar yaratib qo'yilgan. Katta bino, qulay ish joyi, 3 qavatli parkovka, obed qilishga oshxona, top menejerlarga переговорga borishga BYD ham berishar ekan. Videoning oxirida qanaqa shunaqa kompaniyaga ishga kirishni o'rgatamiz. Javlonbek aka yoshlikdan dasturlash sohasiga qiziqib kelgan ekanlar, lekin oila a'zolarining dasturlash kasbi haqida yetarli tushunchalari bo'lmaganligi uchun bu kasbni o'rganishlariga qarshi bo'lishgan ekan. Lekin baribir ham o'z maqsadlariga erishish uchun maktabni bitirib, Tatu universitetining Nukus filialiga o'qishga topshiribdilar. Dasturlashni o'rganishda qanaqa qiyinchiliklarga duch kelgansiz deb so'raganimizda, boshida dasturlashni nimadan boshlashni bilmaganman, keyin ustoz topib oldilariga borib, ulardan maslahat olib, asta-sekin dasturlash tillarini o'rganishni boshlaganman deb aytdilar. Lekin yaxshilab o'rganish uchun yillab vaqtlari ketgan ekan. Dasturlashni o'rganish osonroq yo'li yo'qmi deb so'raganimizda, Ustadi dasturlash kurslarini maslahat berdilar. Bu yerda sizlar 6 oy ichida dasturlash tillarini o'rganib, o'qish davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, bemalol 1 yilda zo'r dasturchi bo'lsanglar bo'ladi. Mentorlar bergan hamma vazifalarni yaxshi topshira olsanglar, Uzinfocomga ishga olib qolamiz dedilar. Agar sizlar ham dasturlash tillarini o'rganib, Uzinfocomdagi katta IT kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiringlar.